Шинжаң Шахла Халқара сауда шеркет таждарлыгыдагы Тоқтыма Тоқти filmini көрішіңларны қаршы алымыз. Шахла чаш тоқтыры yürüşlük mahsulatları ssenarist ekmez, rejissördek tazgı yaman maskelede. Bu filmni tövendeki orlama alaydı qoladı. Шинжаң Құтияр yemeklik pen texnik çektik şirketi. Ma film hepte birli qism çıkıdı. Çıkıverdiğen bir Құтиярның zəyləyipiniz emas bu. Royab Xalqara sauda şirketi Royab yürüşlük sağlamlık mahsulatları. Sağlamlığımız en mühim. Royab Hemra Erdayim. Pərviş Şəhla çaş doktoru da. Körkəm çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik qaliblərini bir-biriga bağlıqoçı Şəhla çaş doktoru çaş əttir cəvhəri. Şəhla. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hamkim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Müştah olsun yaxşı ko'rib qolanda. Uxlandi. Hayır öyle. Ne öyle mi? Hayır öyle. Voy, to'xtaysiz nada? Ne öyle mi oldu? Ha, uyda bo'lsangiz mayli. Men shu menga uyga ketdim deb qo'yib, sizni bilan yak o'ynaga ketdimkan deb telefon urib boqman. Bo'pti, hamsa uxlavering. Ha, ma'qul. Sen? Qatama. Benim adama? Nimsala Aydın'ın bir ağinisi. Resimsiz tağın bir adam lazım. Bu deptik ya Aydın. Şu beni tanıştırıp koymak için. Yaxşı yaptık o. Şey verip güle. Şuna olmuş kalsın. Al. Odaş? Hı? Oldaş mı? Olduraz bu tügüme adıdır. Az kaldı. O kompüterimi bir qarab baksan. Ya ma az kaldı. İspatlan kıpırayıcı. Ya da birden de... Ya saklıp durayım. Aman bu ne? Vay. Bu ne? Vay bu. Sen ertegen ne yapmış da seyir kerip atadın mı? Endi şu seyir çıkmasa seyir kömeği qanday qilmam da. Seyir qarab atadım. Bu şu surat kartısına şoxşaydı bu. Hı? Hı? Degen güç bitmeydi o. Aa ekranın kayında bir sımba tutup duray ben pes qarab bakay. Aa bu ekranın kayında bir tal qarsın ba şunu çam tutup ha? Qaysi? Vay bir tallı qarsın ba onun kayında. Mavma?
Tok kaçık etmişsiniz buldu. Adaş, Ha? tok tepti. Ha, bu unchilik tok tepken geçtim olmaydı o. Işqilib, adeti bu kompüterlar partlash degan ishlar yuz bermaydi. Şu mig'iz. Aldırma götürün lan hani. Karvat yırtıldı. Semikiler. Semikiler. Tötüne tank götürün lan. Ha aldırmay ha. Ha aldırmay. Tuttu. Beke. Ha aldırmay mıngla. Sen hazır ciddi qilib ishlatam sen? Ha bir hafta oldu iş atqılı. Odam boshqalarga ketib sataqi. O kimdir o yarışib tutdi? Görüşüdü bir kılam diye. Oh. Perişlerden boğan kendi. Ersestra degan bak o. Aslında muşunda kiyindi. Nima yok ki deb çaşaqib adamga. Oshi yarışizgan to'q bo'lmasa. Şıngılama ha. Nima bo'ldi emas zilo bedenge? Kompüter ko'ygan portlab ketdi. Ya kompüter sayriq chiqdi olib qopdi-ku. Tushundingmi? Sen bilan qo'shib tang to'yini qilib kelaymi sheli? Telefon qil. Nima? Rost sayriq chiqdi olib qopdi kompüter. Hey. To'xti. Men ishdan tushay dedim. Kechki tomoqni birga yeylikmi? Tushdimi? Tushdi. Bugun avval siz so'qoqda qilaman nima? Men so'qoq o'tib qolmisiz sizga? Kech kino ko'raman deyishib qo'ydik-ku. Kech ko'rishaydi. 1 soat vaqt men tushib tomoq yeb chiqib bo'lsa birdan o'tkazdi. Tushdi o'zim yaray. Ha, mayli hamsa. Ha, ma'qul. Siz yaxshi tomoq yeyapsiz, ha? Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshi. Yolg'izmi? Ha, yolg'iz. Sizning tomoq qilasiz? Kudu tuxum bilan mefandi. Kuy tuxum bilan yeyman. Bo'ldi. Saqlab tutdim. Telefonda 5-ta xaridadan telefon qilib qopti. Bo'lmi? Bo'l doim keldi. Asotirib kelib qala. Qarab beqim. Ma'qul. Telefon kelib qoldi. Beqim shu bo'ldi balki. Telefon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hey. Telefon uzilib ketdi. Hey. Minoga. Telefoningiz bor? Olib qo'ygan to'q. Rahmat, rahmat. Mayli. Voy. Voy. Ha. Yuvashning mo'ngizi ichida deb qizbola bilan birga ekansizda. Shu tomoq yegingiz kelmabganda men bilan. Ya hozir men oshxona qilib qopdi-ku. Bo'ldi. O'shiq tushandim menga. Voy. Royda. I live deep in symmetry.
Emdi geldi ama. Kep boğul ne bak oturdu sakla. Birdam saqlan o'lamsa, Maqıl. Sen noche. Ya bir gel çırayın manda qılmay bir külkü yürütüp otur adaş. Bulamda. Ben sende ötüne adaş. Manda bir külüp, manda bir otağın cuma adaş. Maqıl degene adaş. bildim, mana. Aytmaysan mana. Ha manga. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Yaxshidingmi tuzukma? Uznabda ko'rishmagina yo'qab ketding ku. Ba şu aldıraşçılık. Ha, saxıtıb qo'ydik ha. Yo'q. Nega saqitsa deysan? Ha, tanıştırıp ötey. Mening dаңlıq sana degen rəssam ağinəm əsər. Rəsm degende mündəsiz aydı. Bir ko'rish omsa qilmaydi bunda san'atkorlar. Assalomu alaykum. Kimlikdə adaş. Adaş, appak adaş. Ağin. Mahiyani chiroy tatishib qoldimi? Ay, yak. Atağış balanslı. Tamam. O'tiringlar. Otur adaş. Ha, nima emas? Bana oxşaş. Əsəd adaş nimeysə? Samsa. Samsa. Samsini ham men topqin bo'ladi. Boshqacha bilmayman-da. Başqa bilməyigin adaş. Samsa. Abab samsison. Yapapta. Samsa Bağırımız o'zi, bağırımızga samsdan birini qolganlarni o'zimiz bilib, ha? Fuko, makila. Ey, o samsida 10 ne? Langmandan 3 ne? Andan İtalyaca bilan 1 ne? Döner kebapdan 2 ne kila? Bo'ldi xo'jayin. Andan ey. O çaydan bizning o'zimiz alaychi bilan qutyarni unutqama, ha? Qutyarda 3 takirda. Bo'ldi xo'jayin. Baqa. Bunda gap adash qara. Bunda gap qara adash. Gapni tuzli qilaveray. Mayaga seni ikkinchi qidim kelsin qo'yaymi? İkinci qetim gelsin. Aldin qidim kelgan jonshosini bitmagan matrapdagi tambag'a ichidagi. Oshi tamg'a men rasm sig'izayapman. Odamning rasmini. Adamlar resmi. Odamning rasmini. Ama adam degen ne? Sızaydı. Ağır sızay. Sızaysan bu adaş. Mashta. Qo'y. Birla qarab bilgan bayata ishdan kirganlar san'at turibdi turibdi. Zalimishi san'at bilan shug'ullangan bolalar bor. Boshqacha. Ondan sizganda kimni sizmoqchi etsang? Aqajan kallanga kimni desam esin keldi. Mahmud Qashqarining bir rasmi bor. Unda o'tirgan bir rasmi. Kitap ko'rib, varaqlab o'tirgan bir rasmi. Ajoyib salobat rasm o'sha. Oshini o'sha o'tiribdi tamsiz sig'izaydi otimi. Bunda sapqonga bir xil milliy pırak chiqdi. To'g'ri? Mahmud Qashqarining sizsa milliy pırak chiqdi. Milliy pırak chiqdi. Mayoq Omoniy Saxonni saymiz. Ela qilib sattar tortilgan bir mundoq bir ajoyib bir shunda payz bir rasm bor-ku. Shu rasmni sig'izaydi otimi qara. Oshi sig'izsaq bir xil san'at purug'i chiqdi. To'g'ri? Amoniy Saxon sizsa san'at purug' chiqdi. Buni mundoq qilganda ikkinchi qara. Angla gapni qara. Mundoq qilganda ekan mayoqqa Omoniy Saxon, matrapga Mahmud Qashqarining sizsaq, ajraqdan kelgan odam qarabla mani o'g'illar hojatxonasiga, mani qizlar hojatxonasiga deb bildi-da. Asan farqatkin oldu. To'g'ri? Kelganlarda mundoq qarablam, mayoq qarsa erlar hojatxonasi, mayoq qarsa nima? Hojatxona? Ya hojatxona? Ya sen bilmaysan-ki qara. Men sen de qara. Tushunmaysan-ki. Men neni chet-ellarga aylanib keldim degina. Ya bularcha har xil cho'ngiylik narsa bor ekan. O'zgacha payz narsa bor ekan degina. Men faqat yarmi deyman, qaytib kelib mash Xinjiangdagi mashalarning ashxonlarning ichiga pardozlab faqat yarmi de. Sho'ng men bir o'zgacha bir o'xshamaydigan bir uslubni qilay dedim-ku. Başqa millatning qarindoshlarimiz kirib ko'rsimi, malari ulug'larga deb hayron qolsin deyman-ku. O'zimizning milliy urf-odatlari, o'zimizning milliy mundaq bir tarixiy bir ulug'larimizni bunda chiqarib qo'ysak, yaxshi emasmi? Bir ayol bunda tutsa jiroqdan boshqa millatlar qarindoshlarimiz berib ko'rsimi? Uyg'urlarning madaniyatiga deb huzurlanmanda. Shunda to'g'ri dedim-ku. Shunda-da. Qarab. Haqacha men nima asratni bilmayman. Yaxshini siz bilasiz. Pul deganda chataq yo'q. Ma'g'inam bildi. Men pulga qattiq ko'z yummayman.
Tapılmayı so'rab baksam, sizlar qancha bola? Bizmi? Biz 2 bola. Ustunda bir ocham bor. Qarang, u ulug'lan sizlar deb avarimman. Anda siz biray. Ayollarnikiga ochingizni, erlarniki ochingizni erinsiz biraymi? Adaş. Matrabga ocham ne? Matrabga ochamning eri bo'lsa, ochamga xil chiroyliq. Ochamning erining saqal yarashmasmikin matrab? Mameni tiladimda? Yok tılımıdı. Tilladim, Yok tılımıdı. tilladim, Tılımıdı. tilladim, Yok tılımıdı. tilladim. Tıllaptı. Ha, hoy ben tekme tiladim kireptim ha. Hey! Men tillig'ida qo'ldingmi? Sen eski. Bu haber çirmi badimini eski yigit. Uchira. Hapuma. Boşqa çizip ketmeye. Yaqma. O'tira. Efendim Samsungs geldi. Yo'qa. Ha, keldimi? Yalan tush qalanda. Men sana deyjuma qara. Sen başı bir ömür aşında samsep ötep gitse. Men samsiysanmi bir umr? Yegan samsam 100 kilo alayman. Sencho, tapqan puling 100 kilo alamsan? 100 kilo alsangchu, o'zing hisib olaverasman. Salaydin. U ulug'lan sizag'anga meni qalimim ojizlik qildi. Hojat qilsamdi? Buningki bundan mehnat pul topilgan mehnat ishni men tunishtirma. Osh qilib o'lishga roziman. Adaş. Esat. 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 Adaş ne amanda? Salaydin. Gerçi ba'zi vaqtda ba'zi ishlarim toz ko'zim sig'msimi? Sen do'stim qatori ko'rma. Bunda do'stlardan, og'inlardan o'zingni yiroq tut. Nemişqidu bu chaqda Saloydinning ko'ziga Asadning vichik badani shunchalik hayvat ko'rinib ketdi. U bu ishning buzilganligidan qilchilikmi afsuslanmadi. Aksicha Asadning to'g'ri tanlash qilganligidan mamnun bo'lgan edi. To'g'ri. Asadga haqiqatan muodatda birasi oldirab omroq bo'lmaydi. Uning ko'nglidagi san'atga va g'ururga bo'lgan shu o'lchimini hech kim tavallatmagan. Mana u. Ya Asad, asamsan daboq qo'yibdi. Xo'jayin, samsidan boshqa tamoqlar chiqaveradi. Nima samsa, nima? Mak, men bundiki deb qo'yay, mak. Oshqanda sams degan narsa chiqmasin. Kanada Jemison ozuqluq mahsulotlari qon aylanishini yaxshilab, qon tomirlaridagi to'salg'ularni ochadi. Qon besimini tuvanlatib, menga qon tomirlaridagi may va xolesterinni tozalaydi. Jigardagi mayni tozalab, immunitet iqtidorini oshiradi. Tabiiylik bebahodir. Kanada Jemison mahsulotlari. Akşam siz yaptınız. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Surat yasaydi kerak. Qancha puli? Rayda men xato tushunib qoldingiz. Ya unda ish emas, men tushundim qo'mini. Shu meni xato tushunib qoldingiz. Men sizni saqlag'ili xeli bo'ldi. Ko'rinmaysiz. Men shu kino kanalida sizni saqlab turibman, chaqanoq kino.
Zıba. Yaxshimi? Kinoga yurganman. Ha, kino ko'raylik. O'zingiz yolg'izmi? Ha, yolg'iz. Ha, nim kino ko'rayapsiz? Kino ko'raylik. Shu o'ylagandim, hozir hammadam shu kinoni ko'rayotibdi, hozir shundan chiqdim. Voy faqat yaxshi emas-ku u kino. Ya bo'lmasa kinoni ko'rib beqqa? Biletni epop ekanmi? Ha, bo'pti unda xo'sa. Kelar qaytim ko'mamsiz. Ma'qul. Ay, ma'qul emasmi? Menga yaxshi ko'raverganjimi? Ma'qul, xo'sh. Ma'qul emas, xo'sh ko'rishib turdi. Buya turibsiz-ku? Nega vardingiz? Kinoxonaga? Kino qiziqarliqmi-ka? Hali bo'ldi-ka. Kim bilan bordingiz? Yolg'iz bordim. Yolg'iz bordingizmi? Siz kelmagansiz, shuni bilan yolg'iz kirib ko'raverdim. Rost yolg'iz bordingizmi? Rost yolg'iz bordim. Nimishqa? Nimishqa? Nimishqa meni aldaysiz? Men nima sizni oldim? Sizni kinoxonada bir qiz bilan turganingizni men o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam. Ey Royla. Men sizga tushundiray. U degandan Sodiqdan singlisi, qiyni singlisi. Shu kino tugagandan keyin uchrashib qoldik shu. Ajab udul kepti, ha? Tushtikisini g'o mulozimatchi qiz dedingiz. Endi bu ne? Lekin men sizga yolg'on gap qilmagan tursam, rost tursa bu ishlarning hammasi rost. Pestkesh. Oliy maktabda 6 yil yurgan muavdim. Kichik bir qizni deb meni tashlab o'tib ketgan. Kichik vaqtimda dadam opam ikkimizni tashlab o'tib ketgan. Endi siz meni tashlab o'tmoqchimi? Yo'q, Royla unda emas. Ular degan ular. Men degan men biz o'xshamaymiz. Hammanglar o'xshaysizlar. Lekin agar siz bunda o'ylasangiz, menimcha bu mendiki masala emas. O'zingizniki masala. Burun men o'zimniki maslimkin deb o'ylaydim. Biroq men boshqalardan anglamadim, balki o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men buni tushundim, Rayla. Sizning hissiyotingizni tushunyapman. Lekin men deydiganim deb bo'ldi.
siz bo'ldingmi? Endi başladım kız işine. Ma putum tilib ketdi. Men sizman bera to'qonsiz sangmamda. Sizning to'qo bilan farqim yo'q nazarimda. Putum og'rib ketdi meni. Amsa boshqa harakat almashtirib. Bo'ldi sangmamda. Meni siz uchun sababim bilan kelishganligim uchunmi? Yo'q, boshqa azaliqdan topolmadim. Bekor chiqdim. Ya bir tush tomoq apamiding. Atdigandan boshlab sizvatsan. Chiqib yaqmay sizib qon qo'shib tim tura. Da qo'pol gap qilmay, men loyimga qilsamamda. Bug'doy ishing bo'lsin, bug'doy so'zing yo'qmi degan gap bor Uyg'urlarda. Sadiq, xapamay, eg'ir ko'may, avar qilib qo'ydim. Yaxshi bitirib beramsan. Yaxshi turmasang, og'zing eshititmi? Doktorga gap qo'ysangmamda. Endi Oshq beqarov uyqulay deb tavu. To'xta degan bir Qur'onga to'shqan odam. U o'zining bundan munosabatini qanday qilish o'zi biladi. Biz aralashmasak bo'ldi bunga. Lekin mushbet ketilas. Olmas o'lib qolsa, va to'xtab qoldi qara. Qana qilamiz uchada? Biroz aka tat qilamiz. Sim tatamiz? Buldan gap qo'y. Men tassanglar. To'xtama Sadiq. Savday Sadiq. Mamada Sadiq. Uningni ko'rmanlarmi? Yasiniki ko'rinish bak ozgan da'vatqanti. Yasiniki bo'lib ketdi. Biz to'xtaga gap yarashtirib qo'ysak qildi yani. Bu da ikkisi ayrılıb ketmedi-ku. Asazra iş çıktı xalas. Bunu sen bilsen ben bilemem. Bu işler biz aralashmasak ham bo'ldi. Yarashtirib qo'yish qo'ymaslik o'zining talishi. Biz Qur'onga yetgan cho'ng odamlar kichik manishlik qilmanglar, boshqalarni aralashmaylik. Sizlar to'yqimidinglar, uqmaysizlar qara. Bu ikki odamdan biri ekanligi aslida nihoyat oson bo'lgan bir ish bu. Muhabbatga qanday shakllandi? Bir-biriga manda bir qanot tepib, kang qo'saqlik bilan. Qara, men shu vaqt tayoq yeyman. Ayolimga nima deb turman? Nimishqa? Buni yaxshi ko'raman. Boshqalar meni Saymaxun deb bir laqamdan qo'yibdi. Mayli, lekin men ayolimni yaxshi ko'raman, muhabbatlik turmushim bilan. Uningizga tilgan, yaxshi ko'rganlik, urgan, so'yganlik deb ayolim jiqsuydi meni, kuni ushaq suydi meni. Sizlar to'yqan huquqlar. Shu men o'ylaymanki, biz ancha-muncha yordam qilib ikkisini kimning savaliki yo'q shunami? Uning ayol kishining kamisininki bexatarlik tuyg'usi pek azuldi qara. To'g'ri dedim. Haqiqatan muhabbat ikki odamning biri ekanligi haqiqatan tasish. Biroq sen o'ylab baqdingmi? Bu ikkisining orasida paydo bo'lgan bu masala zaten nima sababdan paydo bo'ldi? Bu tipki masalaning chiqishi bu ikkisining orasida ma'lum bir ishda qimmat qarshi o'xshamaslik sababidan bo'ldi. Bu qiz hozir u xato tushundi. Ma'qul. Kela xatochi. Bundan keyinchi. Bu ikkisining orasidagi ish hargiz sen o'ylagandek unchalik oddiy emas. Agar oilaning ideyasidan bo'sh o'tgan bo'lsa, o'zi to'xtab izlaydi. Agar o'zining shu o'tkilda o'tolmay qolsa, menimcha u to'g'ri talash qila oladi. Ham to'xtami shu. Shunga sen men bu ishlar aralashmasak ham bo'ldi. Bildingmi? Siz bildingmi? Bildim, mana. Atiyaq, men sizmi, sizdingmi? Ha? Bu men sotmay qo'ydingmi? Yetarlik. Ne bu siz kisibdingmi? Chunki bu qismda e'lon qiltirgan topolmadik. E'lon bizniki e'lon jig'o kitbar deydi. Man ko'z tillab salam bizni. Başa qildiryaptimi? To'ldingizmi? Po'stingizni ochdim. Achchig'ingiz yongandi-a?
Tamam hep geleceğim sen. Yani açığınız elim yaptı da. Unda emas. Men mana 2 kun bek o'ylandim. Bunda yurayversak ishimiz yaxshi bo'lmag'idek. Onun ustiga idoradan Janubiy Shinjon xizmat guruhi tushirdiga o'zim iltimos qilib tushishni qaror qildim. Sizning o'zingizga uchliq arzu armonlaringiz bor, mening ham shu. Bana maslahat bo'lsanmay. Bo'pti, o'ylig'ingiz yaxshi o'tdi. Shunga biz ayrılıp ketaylik. To'xti, shu ijroqlarga ketgan qizning simoyiga qarab, shundoq o'yladi. Rohila noit oq ko'ngilli yaxshi qiz edi. Faqat oilasi va o'tmishdagi kechirmishlari sababli bexatarlik tuyg'usi kamchil bo'lib qolgan. U chuqur o'ziga tayinib bu o'tganlardan o'tish kerak. Balkim Rohila shuni tushunib yetkazga bu qarorlarni qildi bo'g'ay. Lekin mayli qandoq bo'lmasin, To'xtining qalbida mangu shu kullamchi qizchaqning aslimisi saqlanib qoldi. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. 네, 다 들어도 신나는 신장 뉴스는 시대 견디 샵망도. Putquldi jon degan narsa qolmadi, vallah. Film tachdas. Ya bir asinglar tushibmida bu yerda qumdanglar, qamlashmaydi gap. Bila yasin. Hamini nima oldingmi? Oldim. Hamin. Hey. Ha? Sen sumkani emasmi? Ya men emas. Eng muhim narsa shu. Qani? So'ng bergan qo'y bergan. Men mana oyga. Men sinovdan kelibdimi? Şükür kalmadı. O yapma. Gel hemen. Eng muhim narsa qap. Tak tutgansa qadam qoqib qo'ypa. Meni. O'zingcha. Xutiyar oplisin sodasi. Allah içecektin. Ağla. Ben bileydim. Ben de bileydim. Hey. Ba. Ba. Emizda. Hey. Hayt. Hayt. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayakta efendim. Ayakta. Ayıslar. Tanda gül hanım ben, gül hanım ben, bada gülistanım ben. To'xtama to'xti filmimizni To'xtama to'xti saloni ham biz bilan hamkorlashgan Suba saloni, Uyg'ur televiziya salonini ko'rasizlar.
Yana bizniki Bog'jon saloni, Mayin Shamal saloni, Yumanjan saloni, Muzikalar saloni, Saxovatchi saloni, Xalqim 3 saloni, Aydara 13 saloni ham To'rzat saloni qatorliqlar ko'gildi. Undan boshqa yana ko'paytirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kulkitori, Izzat Tort ko'ra olasiz. Rahmat. Hamda biz xabarsiz lekin bizning filmimizni tarqitib berayotgan Torbat salonlarga rahmat deymiz. Har qaysi Torbat va salonlarning filmni o'z oldiga tarqitishiga ruxsat qilamiz. Assalomu alaykum. To'qma-to'qti filmni ko'rayotgan barcha do'stlar yaxshimisizlar? Biz mukofot faoliyat ilib bormoqchi. Siz filmni To'sa Chamberga yo'llab, 100 yurak erishgan kun 12 bizning To'qma-to'qti salonimizga yo'llab, bizniki mukofot faoliyatimizni erishasiz. Oldingi 3 do'st bizniki shaxmat sherikimiz alohida tanlagan chas asrash mahsulotlari. Shundoqla ham ro'yab sherikiniki oqsil to'liqlash, kalsiy to'liqlash qatorliq mahsulotlarga erishasiz. Albatta, bu faoliyatni biz o'sha yerda ilib boramiz. Oldingi 3 do'st bizniki bu mukofotlarimizga erishadi. Rahmat sizga.